Assalomu alaykum qadrdonlar, chorva ishqibozlari. Mana qo'chqorlarimiz 5 bosh. Mana qo'chqorlar 5 ta. Hozir bularni tashqariga olib chiqib sug'orib kelamiz. Mana keldi, suv ichyapti hammasi. Mana endi o'tkazamiz. Endi o'tkalarda hovuzdagi suvlar ham to'lib qolibdi ancha. Mana endi o'tkalarimiz, qo'ylarimiz. Suvga tushib ketdi bu. Hozir bularni haydavoramiz. Mana bag'da ham endi o'tkamiz yotibdi. Mana qo'ylarimiz. Mana endi o'tka va tovuqlarimiz. Tovuqlar ag'dan kelyapti. Mana endi o'tkalar, qo'chqorlar ham ag'a ketib boribdi. Suvni ichib endi o't yeyishga keldi. O'tyapti. Hozir o't oz qolibdi, yana tepadan olib chiqib berib qo'yaman. Mana o'tini olib ketyapmiz. Berib qo'yamiz mana. Suvni ichib endi o't yeyishga keldi. O'tyapti. Hozir o't oz qolibdi, yana tepadan olib chiqib berib qo'yaman. Mana qo'chqorlarimizni endi o'tini berib qo'yib, qamab qo'yamiz joychalariga. Mana joylarini top-toza qilib tozalab qo'ydik. Mana o'tini yeb turadi endi. Eshigini belab qo'yamiz. Mana qo'chqorlarimiz. Hozir tovuqlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana tovuqlarimiz. Endi o'tkalarimiz, tovuqlarimiz. Mana xo'rozi. Mana bag'da makin tovuqimiz yuribdi. Mana 3 bosh tovuq. Hozir yaponni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana yapon tovuqimiz ham yotibdi bu yerda. Mana donlarni ham, suvlarni ham yeb ichib yotibdi. Endi xo'roz olib kelsak, keyin tashqariga chiqaraveramiz.
Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.